Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Juma bozordan yo'l yuzidan birinchi liniyadan 4 sotixlik hovlini sotuvga chiqdi. Bu joyimiz kadastr bo'yicha 4 sotix, faktiski 502 sotixlik bo'lgan joy. 1-2 sotig'i samazahvat sotuvga chiqdi. Fasad 13,5 metr. Birinchi liniya kelib, bu yerga biznes sifatida foydalansa bo'ladi. Joyimiz Juma bozor markazida. Shunda avto shoh bekati to'g'risidagi hovli. Mana shu joyimiz. Bu yerga kelib, har xil biznes turi bilan shug'ullansalar bo'ladi. Mahallamiz Yangi Toshkent hududiga kirgan. Kelajakda narxi juda ham baland bo'lib ketadi bu joylarni. Uyimizga kiraverish ichkari tomondan bo'ladi. Hozir ichkari kirib ko'ramiz. Mashina juda ham serqatnov. Har xil biznes tur bilan foydalansanglar zo'r joy bo'ladi. Mana shu hovlimiz. Ko'chalarni ko'rasizlar, juda ham keng. Uyimiz to'liq pishganishdan mustahkam qurilgan, baquvvatgina. 2 etaj desa ham bo'ladi. Podol qismi balandligi patolog 270 bo'lyapti. Chiroyli naveslar bilan qilib qo'yishgan. Bu yerda hammom, hojatxona. Tepamizda 4 xonali uy, hamma kommunikatsiya o'tkazilgan. Naveslarni juda ham baquvvat qurgan ekan. To'g'rimizda o'sha tovuqxona. Mana shu ko'cha tarafimiz shu tomon bo'lib turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham mustahkam, ixcham qurilgan uy. Bu joyimizga egalari umumiy 65 ming narx qo'yishgan. Yana kelib ko'rib savdolashsanglar bo'ladi. Ko'cha tomon. Bu yerga har xil biznes qursangizlar ham bo'ladi. Joyimiz juda ham chiroyli qurilgan ekan. Oshxonasi. Burada to'g'rimizda yana bitta xona. Detskiy ekan bu. Teglari taxtadan qilingan. Issiqqina bo'ladi. Joyimiz kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqinglar, batafsil yana tushuntiriladi.